Mana paxoy grija bilan kelgan bemorimiz bugungi yarim oylik o'zini hozir yana kirgandan keyin ichkarida vлагалочный отверстияdan kishishning icheli tushganini ko'rsataman. Operatsiya maydonini tayyorladik. Klinikamizda inshaalloh operatsiyani boshlaymiz. Operatsiya jarayoni, diagnostika. Kishishnik vлагалочный отверстияga tushib qolgan. O'sha mashonka tushadigan, mashonkaning xopiga tushadigan, tuxumdan tushadigan xaltaga, urug'dan tushadigan xaltaga, teshik ko'rasizlar. Shu yerdan yana qaytib joyiga qo'yib, razrezni bu yerdan beramiz va ichidan hammasini joyiga o'rnatib, yana qaytib tikib, inshaalloh operatsiyadan keyin yakunini ko'rsatamiz. Mana alhamdulillah qo'zichoqimizdan paxoy grijasini operatsiyasini tugatdik. Hammasi yaxshi chiqdi. Narkozdan chiqyapti. Oyog'ini ko'tarib oling. Sekin. Hop, sekin. Nari tarafdan ko'tarib. Shoshilmaymiz. Qani. Hop. Ayya. Zo'r qo'ymayapti. Yana ham yo'q. Paxoy. Alhamdulillah. Kimga operatsiya xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Alhamdulillah. Subhanalloh. O'ziga keldi.